yurak kasalliklari, o'pka kasalliklari, oshqozon ichak sistemasi, infarktlar, insultlar, ya'ni judayam ko'p kasalliklarning asosida organizmda erkin radikallarning ko'payishi hisoblanadi. Endi erkin radikal nima degani? Любой hujayra o'limga mahkum. O'lgan hujayra erkin radikalga aylanadi va yon atrofidagi sog' hujayralarning bitta elektronini olib, u okислительный protsesga sababchi bo'ladi. Natijada bu jarayonning ko'payishi organizmda turli xil kasalliklarga olib keladi. Endi qanaqa qilib sog' yursa bo'ladi, qanaqa qilib salomat yursa bo'ladi, qanaqa qilib yosh ko'rinsa bo'ladi, qanaqa qilib kasalliklardan qutulsa bo'lishini u sharoitida zo'r bitta retsept tanlashni o'rgatib qo'yaman. Albatta, hamma kasal bo'lsa ham, bo'lmasa ham profilaktika uchun qilsa ham juda ham yaxshi natijaga erishasizlar. Diqqat bilan ko'rib saqlab olamiz. Bitta like bosib ketamiz. Kerak bo'ladi 7 dona lavr yaprog'i, 3 dona yansun, 11 dona qalampir munchoq. 300 ml suvni baland olovda qaynatib oling. Unga giyohlarni solib, baland olovda 150 ml damlama qolguncha qaynating. So'ngra sitadan o'tkazib, shu damlamani 27 kun yotishdan oldin ichsangiz, tanangiz sog'ayib, olamni sog'lom ranglarda ko'rishni boshlaysiz. Sog' bo'ling, salomat yuring. Siz bilan doktor Kamilov, Izborchi Rahmat.